Bu juvon qachon sendan bola orttirib oldi deb so'radi. Voy, nima deganingiz bu? Tavba. Endi oyingizni nima? Guvohlikka chaqirishimiz kerakmidi? Hali salomlashishga ham ulgurmadi. Jining qo'sib uydan haydading-ku. Ustimdan kulgani kelganini ko'z qarashidan sezdim. Bola bo'lgan qizga shuncha voqealardan keyin menga yozganicha javob yozsammi yo o'chirib tashlasammi? Albatta o'chirib tashlayman. Bularda menga nima keragi bor? Menga qarang. Eshikdan kelgan mehmonni ichkariga kirgizmaysizmi? Ey, tur yo'qol, sen mehmonmisan? Ey, mehmonda borki bet bo'ladi, uyat bo'ladi. Birovni uyiga bostirib kirmaydi. Habib uyini garovga qo'yib, bankdan kredit olmoqchi. Nima? Acha axir pulini to'la olmasa bank uyini tortib oladi-ku. Akam uysiz qolmoqchimi? Oyi, uyg'oning oyi. Ha, nima bo'ldi? Nima deysan, gapir? Voy. Akang ichib keldimi? Yo'q, undan ham battar bo'ldi. Nima bo'ldi? Yuragimni yormasang gapirsang tezroq. Sevimli jiyanchangiz Ha. xonasida yalpiyib uxlab yotibdi. Uyg'otmoqchi bo'lib xonasiga borsam, ichkaridan qulf. Keyin turing, kech bo'ldi. Ovqatni kim qiladi desam, ovqat qilmayman. Kimga kerak bo'lsa, o'sha qilsin dedi. Nima? Shunaqa dedimi? Ha. Yurchi, men hozir uni kunini ko'rsataman. Yur. Qani? Marjona? Keyin Marjona? Marjona? kim? Hozir. Ha. Indamaganim sari. O'zingdan ketib qolmayapsanmi? Oyjon, o'zimdan ketib nima qildim? Nega? Yalpayib yotibsan, ha? Ovqatni onajoning kelib pishirib berib ketadimi? Oyjon, charchadim. Men ham odamman axir. Ozgina uxlaganim aybimmi? Mana, uyda shuncha odam bor, bekorchi. Ovqat pishirsa biror joyi kamayib qoladimi? Ana, aytmadimmi oyi? Bu kishi o'zgarib qolgan. Til chiqib qolgan. Tilim yoshligimdan chiqqan. Zabonsizmasman-ku. Qurbaqani ham bossachi, baq etadi. Hoy qurbaqa, toming ketdimi seni? Yoki anovi espasoyingiz gapirgatdimi sizga? Onamni haqorat qilma. Bu yoqqa o't, joyingga tur. Senchi? O'rningni bilgin. Yo, o'zim o'rningni ko'rsatib qo'yaymi? Voy bu, Asal, qizim nima qilganing bu? Hamma joyi rasvo qilib tashabsan-ku bolam. Nima qilding? Qara qo'llaringni ham yomon qilib tashabsan. Guruch o'ynalmaydi-ku. O'yinchoqlaring bor o'ynaydigan. Hay. Kelin. Nega bolani turtkilaysiz? Nega urasiz? Voy oyijon, urganim yo'q, nimaga uraman? Qo'llari guruch bo'lib ketibdi. Guruch o'ynayotgan ekan, o'shani tozalab. Axir bu bola-ku. Nega buni shashtini qaytarasiz? Guruch o'ynasa nima qilibdi? Sizga og'irligi tushyaptimi? Yo guruch olib kelib qo'ygan joyingiz bormi? Oyijon, nega unaqa deysiz? Axir biz kattalar o'rgatmasak kim? Nima axir? Ko'ngli o'ksik bir yetim qizni xo'rlamoqchimisiz endi, a? Oyijon, yo'q joydan janjal chiqarmang, iltimos. Axir guruch o'ynaydigan o'yinchoq emas-ku. Bolaga nimani o'ynash mumkin, nimani o'ynash mumkin emas, biz kattalar o'rgatmasak kim o'rgatadi? Qarang-a, sizga qoptimi endi uni tarbiya qilish? Siz kim bo'libsizki, meni nabiramga xo'jayinchilik qilasiz? Agar yana bir marta nabiramni turtkilaganingizni ko'rsam, o'zim sizni bu uydan quritaman. Ke bo'lam? Tur o'rningdan, o'zim o'rgilaysiz. Voy jonim. Ha, siz oldin eplab bitta bolani tug'ib oling. Keyin o'sha bolangizga xo'jayinchilik qilasiz. Yig'ishtiring. Voy, hozir. Voy. Men o'zim ochaman. Voy. Voy, assalomu alaykum dadajon. Yaxshi keldingizmi? Alaykum assalom, yaxshi Assalomu alaykum. Kelinglar. Yaxshimisiz kelin? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum oyi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tinchmisizlar? Dada, bu keliningiz Samira. Ha, shunaqami? Ha. Xursandman. Ha, kelin. Labbi. Bitta choy damlaychi. Xo'p, bo'ladi dadajon. Hozir. Qani yuring. Dada, ko'rdingizmi? Sizga ma'qulmi? Ha, ko'rinishda yomon emas. Ha. Dilingga qo'yilma o'g'lim. Oyi, keling. Hozir. Sipogina qizga o'xshaydi. Qani. Oyi, keling. Yo, bismillah. O'ting. Ha? Ilohi amin. Qadam yetdi, balo yetmasin. Allohim yaxshi kundan ayirmasin. Allohu akbar. Olib kel, oqa. Dadamni uzat. Dadajon. Rahmat. Ko'p yashang.
Oyijon, Oling, oyi. Rahmat, baraka top. Kechirasiz qizim. Labi, Bu o'g'lim bilan qachondan beri tanishdilar? haligi 2-3 oy bo'lib qoldi. Bu ota-onangiz yoki yaqinlaringiz bormi? Qani edi bo'lishganda. Meni chaqaloqlik paytimda odamlar axlatxonadan topib olib, mehribonlik uyiga olib kelishgan. O'sha yerda katta bo'lganman. O'qidim. Hozir esa ishlayman. Ha, so'raganning aybi yo'q. Qayerda ishlaysiz? Ayollar kiyim do'konida yordamchi sotuvchiman. Ey, ishonmang bunga. Bu hech qayerda ishlamaydi. Agar bu ishlashni bilganida boru, uyga kelib olib, peshingacha yotmasdi. Voy, oyijon, noto'g'ri tushunmang. Hozir ta'til olganman. Uxlab qolganim juda ham charchagandim-da. Bekorlarni aytibsan. Xo'p, mayli, charchagan bo'lsa biroz dam olgandir. Labbi, Endi bugundan boshlab biz bitta katta oilamiz. O'zimizning urf-odatlarimiz, udumlarimiz bor. Shunga shu narsalarga ko'nikib yashaysiz. xo'p bo'ladi dadajon. Xo'pmi? Siz bilan oyijonning duolarini olib yursam deyman. Sizlarning xizmatingizni yelib yugurib o'zim qilaman. Baraka toping. Rahmat. Bunaqa bo'lsa qizim, Ha, xizmatni boshlang. Borib oshingizni suzib keling. voy. Bo'ldi, xo'p bo'ladi dadajon. Oyijonimni o'zlari menga osh qilishni o'rgatdilar. Birgalikda pishirdik. Hozir olib kelaman dadajon. Bo'ldi qilinglar. Qachon o'rgatding? Qachon sen o'rganding? Men osh qilganda sen uxlab yotding. Men o'zim qildim. Ey, buchi, qozonni oldiga ham kelganing yo'q. Bo'ldi qil. Oyi, Bo'ldi qil. Keling, boring, ovqatingizni suzib keling. bor suzib kel. Xo'p bo'ladi, hozir. Voy, tulki. Hozir. O'zingni bosib ol. Nega o'zimni bosar ekanman? Aldayapti ko'zimga qarab. Bugun bunaqa, ertaga boshqacha yolg'on gapiradi-ku. Norgul, bas qil endi nolishi. Ko'rmayapsanmi, tuppa-tuzuk qiz ekan. Hayoli, iboli. Voy. Yana nima kerak senga? Voy, qanaqa hayo? Qanaqa ibo? Yolg'onchi, tuhmatchi-ku. Behayo, beandisha-yu. Qozonni yaqiniga kelgan yo'q, bilasanmi? Qozonni yaqiniga kelgan yo'q. Oyi. Qildim deydi. Qo'ying. Sekin-sekin sizdan ko'rib o'rganadi-da. Voy, tavba qildim, nimaga sizlar menga ishonmaysizlar? Nima deb ishontirsam bo'ladi sizlarni? Menga qara Norgul, bo'ldi qil endi. Tavba qildim men. O'zi senga kimdir yoqadimi? Na men yoqmasam, na o'g'ling yoqmasa, endi kelin yoqmaydimi? Tur undan ko'ra borib ovqatga yordamlash. O'rgat bilmaganini. Qochi. Xotining qursin seni. Chakaging qursin. Mana ko'rdingizmi dada? Ko'rdim. Hozir men nima qildim? Chidaysan endi o'g'lim. Men chidayman. Keliniz chidamasdan ketib qolsa-chi? Ketmaydi. Yaxshi ko'radi deding-ku. Ha, sevadi endi. Mana men hozirgacha chidayapman-ku. Ho, Marjona. Bo'laqa taksi kutib qoldi. hozir chiqyapman. Hoshimjon. Bola. Anavi, meni parhez ovqatim pishib qoldimi? Marjona, Ha? sen oyimni ahvollari og'irligini bildingmi? Yo'q, bilganim yo'q edi. Kechqurun aytdim-ku. Shifokorlar oshqozonida o'simta bor ekan deyishibdi. Ertalab oyimga parhez ovqat qilib qo'ygin dedim. Uzr, Hoshimjon aka uyqusirab eshitmay qolibman-da. Ko'rding bola? Bu faqat o'ziga kerak bo'lgan gaplarni eshitadi. Lekin menga kerak bo'lgan gaplarni eshita olmaydi. Bo'pti, bor kiyimingni alishtirginda parhez ovqat qilib ber oyimga. Voy, Hoshimjon aka. Buguncha Sojida Oyijonga kartoshkadan pyure qilib bersin. Men ertadan albatta tayyorlab beraman. Ana, eshitdingizmi oyi? Keliniz ertadan albatta tayyorlab beradi. Sojida. Soji. Ha, aka. Namuncha baqirasiz? Voy. Sen uxlama. Oyimning mazalari yo'q. Pyure qilib ber oyimga. Xotiningiz-chi? Xotiningiz qilmaydimi? U hozir darsga ketyapti. Kech qoladi. Ertadan tayyorlab beradi, ha? Biz taksi kutib qoldi, oyi. Bo'la qol. Bo'l. Hay bola, menga qara. Ha, ona. Haligi. Shundoq boraman, kelinizni tashlayman, qaytib kelaman. Darrov qaytaman. Taksi kutib qoldi. Bo'l. Tezroq kelgina bola. Xo'p. Qani, og'zingni och. Katta ye. Yemayman. Ozgina. Bo'ldi. Yana bitta. Yo'q. Shu ham bo'ladi. Uf. Yemasang bo'lmaydi, xotin. Kuch yig'ishing kerak sen. Menga kuch nimaga kerak? Yurmasam, o'tirmasam, turmasam, ishlamasam. Yuk bo'lib qoldim sizga. Unaqa dema, xotin. Sen hech qachon menga yuk bo'lmaysan. Nega menga yolg'on gapirasiz? Kasal yotganlaringizda sizni qancha qarg'adim. Qancha so'kdim, urishdim. Endi siz ham ichingizda tezroq o'lib ketsa edi deyapsizmi?
Unaqa dema. Men Xudodan qo'rqaman. Biron bandaga o'lim tilamayman. Axir sen bolamning onasisan-ku. Nega senga o'lim tilashim kerak? Ahmoqsan-da To'tiniso. Men bo'lsam, qanday bo'lsa ham seni operatsiya qildiraman deb bosh qotirib yuribman. Yo'lini topdingizmi? Topdim. Qayerdan olasiz pulni? Bankdan Qanaqasiga? kredit olaman. Garovga uyni qo'yaman. Nima? Uyni garovga qo'ysam, operatsiyaga yetadigan pulni berishar ekan. Men hisoblab chiqdim. Uysiz qolamiz, kerak emas. Boshqa yo'li bor. Qanaqa yo'li? Undan ko'ra komlakezga ayting. Bog'ni sotib, pulini bersin. Esing joyidami? Yo'q. Men buni so'ra olmayman. Akangiz siz uchun beradi, lekin men uchun bermaydi-da. Shuning uchun ham so'rab qo'ya qolasiz. Gap unda emas. Gap nimada? Kallangizni ishlating. Kreditni olsangiz qayerdan to'laysiz? Ishingizni, pulingizni tayini bo'lmasa, Ishlayman. To'layman. Akam, ukam to'lashaveradi. bilmaysizmi? Qo'lingizda pulingiz bo'lsa ko'tar. Pulingiz bo'lmasa, itar bo'lasiz. Ey opa. Ukangiz yo'qligi endi bilinyapti-da. Ha? Nima bo'ldi, Matluba? Opa, Sulaymon o'lib, devlar qutuldi. Ukangiz o'tgandan keyin mana na Hoshimjonni yo'lga solib bo'lyapti, na kelinni. Ikkalasi ham bebosh opa, o'z bilgandan qolmayapti bular. Voy tavba. Nahot Marjon shunaqa o'zboshimcha bo'lib ketdimi? Hoshimjonga nima qildi? Yana ichyaptimi? Yo'q, ichayotgani yo'q. Lekin shu Marjonaga yalinib, yolvorib yarashdi-yu, endi uni chizib qo'ygan chizig'idan nariga ham beriga ham o'tmayapti. Chiqmayapti shu chizig'idan. Xotini o'tir desa o'tiryapti, tur desa turyapti. Voy buni qara. Nahotki ishongim kelmaydi-ya. Hoshimjonni xotin quli bo'lganiga, Marjonani shunaqa kelin bo'lib ketganiga ishongim kelmaydi-ya. Opa, men o'zim ham ishonmayapman. Nahotki mana shu kamtari, kam gap, ko'zingizga qarab o'tiradigan, aytganingizni qiladigan Marjona nahotki shu bo'lsa-ya deb hayron bo'lib o'tiribman. Yo'q, Matluba, yo'q. Bu o'z-o'zidan o'zgarmaydi. Uni-chi kimdir yo'ldan urgan. Kim yo'ldan urishi mumkin? Robiyami? Yo'q. Robiya bu ish qilmaydi. Lekin qarab turasan, kimdir bor, buzg'unchi. Bilmayman opa, bilmayman. Qani edi bilsa. Endi shu erimni qadri o'tyapti. Assalomu alaykum. Bormisiz? Va alaykum assalom. Borman. O'zi siz haqingizda o'ylab o'tirgandim. Nima deb o'ylayotgandingiz? Nima qilyapti ekan deb o'ylayotgandim-da. Men ham siz haqingizda o'ylayotgandim. Rahmat sizga. Men haqimda o'ylayotganingiz uchun. Xursandman. Bu olamda hech bo'lmasa bitta qiz bor ekan-ku, meni o'ylaydigan. Siz yaxshi so'zlar yozib, meni o'zingizga o'rgatib qo'yapsiz. Men ham baxtiyorman. Ish qilib, nimadir bo'lib, mendan ayrilib ketib qolmaysizmi? Uch olish menga huzur bag'ishlayapti-yu, seni tashlab ketamanmi? Shunday qilamanki, meni yaxshi so'zlarim seni boshingni aylantirib qo'yadi. Hech qachon bunday xayolga bormang, azizam. Siz menga juda ham keraksiz. Men sizsiz hatto nafas ham ola olmayman. Men tirik ekanman. Siz faqat meniki bo'lasiz. Bu gaplardan keyin jinni bo'lib qolmasa bo'lgani. Bu qiz o'zi meni shirin yolg'onimga o'ch. Bo'lmasa xolajonimga qo'ymay qayta yozarmidi? Battar bo'lsin. Kelin ko'rib ham urushnolik ko'rmadim men. Xizmatkorman bu uyda men. Oldin o'g'lim bilan erimning xizmatini qilgan bo'lsam, ana endi kelinni ham cho'rligini qilaman. Yaramas. O'g'limni boshini aylantirib oldi bu yer yutkur. Salom. Oylarning sultoni, sultonlarning onasi. Oyijonim, charchamayapsizmi? Yo'q, charchamadim. Mazza qilib o'ynab o'tiribman.
Bilasan-ku, bu uyda faqat men ish qilaman. Ha, Boshimga bosh og'riq olib kelib olding. oyijonim menga shirindan shakar mazali ovqatlar qilib berasiz-ku. Ha, endi o'lgunimcha ovqat pishiramanmi men senga? Anovi ko'chadan tovib kelgan tilla tovusxoning pishirmaydimi? Nima uchun olding uni? Senga ovqatingni qilib bermasa. Aytgancha meni xotinim bor edi. Samira qani? Nimaga ko'rinmayapti? Sami? Ey, Samiyingni uy yutgan. Hmm? Kuni bilan uyga ko'milib, telefon tiklaydi, uxlaydi, boshqaga yaramaydi. Unaqa demang, oyi. Aytsangiz pishirib beradi-ku, ya. Ey, aytishdan armoni qolmadi, qilmaydi baribir. Ovqat pishirgin desam, pishirmayman. Kimga kerak bo'lsa pishirib yesin deydi. Oyi, hazillashganda. Qo'ying, xafa bo'lmang. O'zim gaplashib qo'yaman. Sami? Samira. Go'zal xotinim. Yonini olmay o'l. Xotin qo'li so'tak. Sultoning keldi. Samira, nimaga oyimga gap qaytarding? Ha? Nimaga ovqat pishirmayman deding? O'lib qolasanmi ovqat pishirsang? Tayyor gaz bo'lsa. Ana u qishloqni xotinlarga o'xshab o'choqqa o't qalamasang. Nodir aka, maylimi men ham gapirsam, men ham eshiting. Yo'q, shu uyga kelganimdan beri onasi tillaricha qarg'ishdan bo'shamaydi. Yo'q. Yer yutsin seni, tug'a olmay o'l, balo battar deb nimadirlar gapiraveradilar menga. Umrimda eshitmagan qarg'ishlarni eshityapman. Bu narsa qornimdagi bolaga ta'sir qilmasin deb e'tibor bermaslikka harakat qilyapman. Yo'q, ular battar qiladilar. Shunaqa degan. Ha? Yo'q, ko'zlariga ko'rinishim bilan qarg'ishla boshlaydilar. Men nima qilay? Ko'nikib qoldim. Bu qarg'ishamchi bir kunmas bir kun uradi. Men-ku mayli. Bolamga ziyon qilsa-chi? Endi menga qara. Sen ham nimadir degansan-ku, onam qarg'agandir. Voy, men hech narsa deganim yo'q. Mana, bugun ham ovqat pishiraman deb oshxonaga chiqsam, hozir qo'rningga pichoq tiqib olaman deydilar. Yo'q. Ha? O'ylayapsizmi? Mayli, Samira. Bilaman. Onamni fe'li shunaqa injiqroq. Lekin sen ham ularni ko'nglini olish uchun ozgina harakat qilgin, men uchun harakat qil. Oyijon deb atroflarda parvona bo'lsang, sen uchun ko'ngillari yumshaydi. Xo'p, yaxshi. Bundan buyog'iga shunaqa qilaman. Yasha. Suv ber. Rosa chanqadim. Hozir. Voy. Oho. Marjona, qizim. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Va alaykum assalom. Yaxshimisan bolam? Yaxshi, rahmat. Voy bu. Ko'rinishing zo'r, o'qishing, ishing ham zo'r bo'lsa kerak-a? Ha, shunaqa. Ha, menga qara Marjona. Hmm? Endi o'rin bo'ldim deb qizim, qaynonangni, ammangni azob berishga o'tdingmi? Yo'q, ey. Menga yig'lab hammasini aytib berdi. To'g'ri qizim, Matlubani uncha-muncha gapiga men ishonmayman, lekin bu gal ishondim. Yig'lab gapirdi-ya? Amma. Aytganini qilmayotganimizsan. Osh ovqatidan xabar olmayapsan ekan. Faqat o'zing bilan o'qishing bilan ovoramishsan, qizim. Ammajon,